Ko'pincha eng yirik jinoyatlar jazosiz qolib keladi. Masalan, O'zbekistonning oltin, kumush va boshqa qazilma boyliklari orqali kelayotgan mablag'lar kimlarning cho'ntagiga tushyapti? Bilasizmi? Bu sizga qiziqmi? Organized Crime and Corruption Reporting Project tergoviga ko'ra, O'zbekistonning eng yirik soliq to'lovchisi bo'lgan Olmaliq kon-metallurgiya kombinati 200 million AQSh dollarini xorijiy shubhali firmalarga yo'naltirgan. Konstitutsiyaga ko'ra, yer osti boyliklari xalq mulki hisoblanadi. Olmaliq kon-metallurgiya kombinatida oltin, kumush, mis, rux kabi qimmatli metallar sotiladi. Savol tug'iladi: xalq boyligi mablag'i qayerga ketyapti? Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiya bo'yicha tadqiqotlar olib boruvchi mustaqil markaz ma'lumotlariga ko'ra, Olmaliq kon-metallurgiya kombinatining 200 million dollardan ortiq pullari Buyuk Britaniya, Gruziya va Singapurdagi firmalarga chiqarilgan. Masalaning muammoli jihati shundaki, ayrim firmalar hujjatlarda ishlamaydi deb ko'rsatilgan. Masalan, Livingston Solution Ltd, Golders Business Ltd kabi firmalar amalda ishlamaydigan firmalar hisoblanadi. Ammo o'nlab million dollarlik shartnomalar aynan mana shu firmalar bilan tuzilgan. Eng xavfli jihat shundaki, ayrim shartnomalarda imzosi qo'yilgan shaxslar men bu hujjatga umuman imzo qo'ymaganman degan va hatto bu ish bilan ular tegishli joylarga ham murojaat qilishgan. Masalan, Gruziyada bor yo'g'i 350 dollarga sotib olingan firma oradan biroz vaqt o'tib Olmaliq kon-metallurgiya kombinatidan 66 million dollarlik tenderni yutib oladi. Misol uchun LOSBP, Prof Engineering kabi kompaniyalar shular jumlasidan. Singapurda ro'yxatdan o'tgan yana bir shubhali firma zavoddan 100 million dollardan ortiq kontrakt olgan. Ana shunday ishlamayotgan, shubhali va hisobchilari o'z qo'l qo'ygan shartnomalarni tan olmayotgan muammoli firmalarga mablag' chiqargan kombinat rahbari O'zbekiston Senati a'zosi Abdulla Xolmurodovich Xursandov bo'ladi. Senator zavodga 2018-yilda rais sifatida tayinlangan. OCCRP o'rgangan ma'lumotlarga ko'ra, 200 million dollarlik shartnomalarning aksar qismi 2022-yildan keyingina to'g'ri keladi. Lekin tashkilot umumiy shartnomalarning 7%nigina o'rgangan. Ya'ni O'zbekistonning yer osti boyliklari orqali topilayotgan mablag'larni, bu qadar katta mablag'ni tashqaridagi shubhali firmalarga o'tkazish iqtisodiy emas, siyosiy javobgarlik masalasi hamdir. Kombinatda senator rais bo'lsa, kombinatning kuzatuv kengashi ham bor. Unda bosh vazir va bir qator vazirlik rahbarlari ishtirok etadi. Ular 7 kishidan iborat. Undan tashqari kombinatni kuzatuv kengashida mustaqil kuzatuvchilar ham bor. Biz boshida qo'ygan savollarimiz ochiq qolmoqda. Olmaliq kon-metallurgiya kombinati davlatga tegishli kombinat. Uni har bitta shartnomalarni kuzatuvchi rasmiy shaxslar va mas'ullar bor. Lekin shunga qaramay, OCCRP tadqiqotlarida keltirilgan 200 million dollarlik qarorlar qanday nazorat qilingan? Shu biz uchun hozircha ochiqligicha qolmoqda. Tadqiqot albatta kombinatga murojaat qilganini aytadi, lekin kombinatdan tadqiqot markaziga nisbatan hech qanday javob bo'lmagan. Agar kombinatning 200 million dollarlik qarorlar bo'yicha qandaydir javoblari bo'lsa, O'zdiplomat sayti ular uchun ochiq. Yana shu narsani qo'shimcha qilib aytib o'tish kerakki, OCCRP materiallarida Zoir Mirzayev ham keltiriladi. Biz Zoir Mirzayevni bir narsada ayblamoqchi emasmiz, lekin davlat aktivlari bilan bog'liq har qanday aloqa ochiq izoh talab qiladi. 200 million dollar oltin, kumush va tabiiy qazilmalar bu xalq mulki. OCCRP pul yuborilgan tashqaridagi firmalar bilan O'zbekistondagi firmaga bog'lovchi shaxslarni topmagan. Faqat ularning orasida Grigoriy Xvang nomi tilga olinadi va u O'zbekistonga aloqadorligi aytilgan. Biz uchun Singapur va boshqa turli offshor hududlarda o'zimizning qorako'zlar tomonidan kechagina ochilgan firmalarning O'zbekistondagi yirik tenderlarni yutib olishi oddiy holga aylanib qoldi. Olmaliq kon-metallurgiya zavodi tashqariga chiqib ketgan 200 million AQSh dollari bo'yicha hisobot berishini kutib qolamiz. Yirik jinoyatlar doim jazosiz qolib ketishiga ishonasizmi? Biz ishonamiz.